Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2025-yil 7-dekabr, hafta kuniga yakshanba. Mana bugunimiz Xudo xolasa Surxondaryo viloyati Boysun tumani markazida joylashgan Boysun chorva mol bozoridamiz. Xudo xolasa bozorda sotiladigan qo'y, qo'zi, quloq, echkilar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Qo'zilar qo'ylar haqida, yosh sog'liqlar haqida ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Boysun baraka. Shu otib tushunganman. Boysun baraka. Sizlardan kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lganlar obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Bozorda narx-navo qanday, boshqa bozorlarda narx-navo qanday, pastladimi, balandladimi? Shular haqida kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Qo'chqorlar necha bo'lyapti aka? 10 million deyapsiz. Savdosi ham bo'ldimi yo'qmi? 10 million so'm aytilgan ekan, 8 million so'm savdosi o'tdi. Shakmi aka bular? Shak qo'chqor. Chori. Ha, bittasi chori ekan. Bittasi panja. Bittasi panja. Ey gap yo'q bu. Bunisi manga. Manga bu yoqda mana. Qo'chqor necha bo'lyapti aka? 11 savdosi 11 mi? Siz necha pul deyapsiz? 13 million so'm narx aytilayotgan ekan, savdosi 11 million so'm bo'libdi. Bozorda mol juda ko'p. Mana ro'ji boricha harakat qilamiz. 11 million so'm savdosi bo'libdi, 13 million so'm narx aytilayotgan ekan. Bu angorga uloqlar necha pul ekan echkilar? Vo. Yenasi 2 million, bolasi 1 million. Yenasi 2 million so'm, bolasi 1 million so'mdan narx aytilayotgan ekan mana. Hali yo'q desangiz, lekin tog'amiz chaqiramiz. Har molimizda Mol juda ko'p. Boysun barakami? Boysun baraka aka. Aka necha puldan bo'lyapti qo'zilar? 3 million 300 dan bo'lyapti. 3 million 300 dan savdosi, ha? 3 million 300 ming so'mdan savdosi bo'layotgan ekan. Necha pul baho qo'yilyapti o'zi? 3 million 500 ming so'mdan narx aytilayotgan ekan. Qo'chqor qo'zi, ha? Qo'chqor qo'zilar emas. Chek qilyapman. Bo'lsa, chek ham berma, jiba. Bu necha bo'lyapti uloqchalar? Alaykum. Necha bo'lyapti? Savdosi 400 dan so'rayapti. Aha. 400 dan bermayapti. Ha, 400 mingdan so'rayapti, bermayapsizlar. Necha pul berdiyapsizlar? 500 ga beramiz deb chiqmayapti. Chiqmasa berish kerak-ku aka. 500 mingdan narx aytayotgan ekan, mana ikkita may degan o'g'loq 400 mingdan savdosi bo'lyapti. Bir davom tishlaydi. Voy siz so'ng biz ham pishamiz. 805 ming. Bu taka uloqmi, urg'ochimi? Bro, taka bro. Ha, birov taka, birov urg'och ekan. Hozir qolib qo'shing var beramiz. Yangilayapti. Avaz ketyapti. Aka bu to'qlilar necha bo'lyapti? To'qlar 3,5 deyapti, 2 million 650 dan so'rayapti. 3 million 500 ming deyotgan ekan, 2 million 650 ming so'mdan savdosi bo'layotgan ekan. Urg'och, ha? 5 tasi berdi. Urg'och ekan mana. Qani egiz qo'y aka? Egiz qo'zini qo'y necha bo'lyapti aka? 10 million 500 ming so'm bo'layotgan ekan. Shuni olaylik. Mana ikkita egiz qo'zisi bor. Taylab ber Boysun e'lonlariga taylab ber bizlar. Ko'rasiz. Boysun baraka YouTube kanalimizda tomosha qilasiz. Baraka to'g'aymi? Sozab tushirman. Reklama qil. Mana 10 million 500 ming bo'layotgan mana qo'zini qo'y. Jazmaniga bering. Qo'chqor qo'zini qo'y ekan ikkalasi. Aka shu savdo bo'lyaptimi? 1,5 savdo bo'lyapti. Siz necha pul deyapsiz? 12 deyapman aka. 12 million so'm bahosi aytilayotgan ekan mana. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi aka. 3-chi bolasi ekan mana. Endi jurasizmi? Endi mana qanaqa nechimlar? Kuch qarasizlar. Ha, aka so'rang savdodan gapiradi. 5 million. O'zi 11,5. Qanday olay? Mana savol, qanday olay?
Aytdim sizlarga. Endi o siz bilan aytganimiz ko'p chiqadi. Men biroz gapiraman. Bularda 6 dan deyapti, aka so'ray. Yo, dars. 5 dan qildi, ikkitasini. Bu bilan Beşindeki böyle. Yok. baba. Bu necha aka? Mana suxan qilamiz. Bersa shuncha odamni qarab turibdi. O bag'imdagi bor baraka. Yo, nomi. Savdo sal cho'zilib ketdi. Yo'q olamiz endi. Bu sog'liq qo'ylar necha puldan bo'lyapti ekan aka? 5,5 dan deydi. 5 million 500 ming so'mdan narx aytilyapti, aka? Necha tuqqan sog'liqlar bular? 1-2 tuqqan sog'liq. 1-2 tuqqan sog'liqlar. Savdosi ham bo'ldimi yo'qmi aka? Savdosi 4,5 dan 5 milliongacha bo'ladi. 4 milliondan 5 million oralig'ida bo'layotgan ekan. Telefon nomer qo'yamizmi aka? Nechi? 99. 99lik 135 135 95 98. 95 98 135 95 98 99lik dedingiz a? 99lik. Mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Kerak bo'lsa mana qo'ylar. Mana. Qushqor nechi bo'lyapti aka? 7 million aytyapsiz. Savdosi ham bo'lyaptimi yo'qmi? Bozor yo'q a? Bozor yo'q. Mana boshqa bozorlar qanday kommentariyada yozasizlar. Takachalarni ham ko'rasiz. Bu taka uloqlar nechi bo'lyapti? Ulog'inday. 800 ming so'm, 900 ming so'm bo'layotgan ekan. Qo'ylar nechi bo'lyapti, qo'ylar aka? Zo'rmisiz? 5 million 500 ming so'mdan narx aytilyapti, ha? Narx qo'yapti. Savdosi aka? Savdosi haqli bo'lyapti. Nechi pul? 40 ham 48 dan so'rayapti. 4 million 600, 4 million 800 gacha so'ralayotgan ekan. Nechi tuqqan aka bular? Uzoq chorba emasmi? 1-2 tuqqan qo'ylar, tusoq, chora qo'ylar ekan. 1 millionga tegadi. Oldi bilan odam bir qarab. Mana qo'ylar. Sog'liq qo'y so'raganlarga. Aka telefon nomeringizni qoldiraylik-da, birov yarim chiqdimi yo'qmi sizga? Chiqdi. 97lik 97lik 842 842 25 52. 842 25 52 97 kodi bilan shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Akada qo'y Serov. Dastlabki qilib beraman. Dastavka Surxondaryo bo'yicha dastavkasi bor. Bajaga. O'zbekiston bo'yicha ekan. Kelishilgan holda O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor ekan. Telefonga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu 4 ta to'qli, urg'och to'qli 3 million 150 ming so'mdan baraka bo'ldi mana aka. Bollarni tatib ketdi. Yo'l puli, chek pulini shu to'lab. Nima interga olyapsiz? Baraka bo'ldi mana aka. Ha, bara. Aka Boysun baraka YouTube kanalimizda tomosha qilasiz. Malades. 4,5 millionni olyapsiz mana qo'ylarni. Boysun to'g'ri. Interga olyapsiz, dinda ko'radi. Bu qo'zilar kimdan ekan bu? Bizdan aka. Nech puldan bo'lyapti? 8 dan bo'lyapti. 2 million 800 dan bo'lyapti, ha? Hammasi bir joyda. Urg'ochimi, Qo'chqormi? Urg'ochi. Hammasi urg'och ekan, 2 million 800 ming so'mdan bir joyda savdosi bo'libdi. Siz nech pul deyapsiz? 32 deyapman. 3 million 200 ming so'mdan narx aytilayotgan ekan mana. Bu semiz sog'liq nech bo'lyapti savdosi aka? 5 million 500 dan savdo bo'lyaptimi? Siz nech pul deyapsiz? Siz 5,5 deyapsiz. Savdosi-chi? Savdosi yo'q. 5,5 savdo, yo 4 million 700 so'rayapti mana shu. 4 million 700 dan so'rashayotgan ekan, 5 million 500 ming so'm narx aytilayotgan ekan mana. Semiz sog'liq. Qo'zilik qo'y nech bo'lyapti aka? 7 milliondan bo'lyapti. Aytyapsizmi 7 milliondan? 7 million so'mdan narx aytilayotgan ekan qo'zilik qo'ylarga mana. Savdosi bo'ldimi yo'qmi aka? 6 million 650 mingdan savdosi o'tdi mana. Qo'zilik qo'y so'raganlarga. Barakasini bersin aka. Bu qo'zilik qo'y nech bo'lib qoldi aka? Mana. Uch bagal turibdi. Savdosi nech bo'ldi uni?
Ha bu aka narxini aytmas ekanlar, narx aytsa sotilib ketar ekan bu. Mayli, mayli. Barakasini bersin. Takalar nech puldan aka? Mana takalar 3 million so'mdan narx aytilayotgan ekan. Savdosi ham bo'ldimi yo'qmi? Mana 3 ta bir joyda 2 million 400 mingdan berilmoqda. Uloqli echki necha bo'lib qoldi uloqli echki? 2 million? Savdosimi? Ya narx aytilyaptimi? Savdo bo'ldimi yo'qmi? 2 million so'm narx aytilayotgan ekan, ulog'i, mana bu echki savdosi yo'q ekan mana. Mas ketdimi buni? Nech puldan? Nech puldan? Mana bir joyda 4 million 600 ming so'mdan mana shu qo'ylar barakasi bo'libdi. Aka sizga ketdimi bu? Barakasini bersin. Olganga ham sotganga. 20 dona ekan bir joyda 4 million 600 ming so'mdan baraka bo'libdi mana. Baraka bo'lgan joyda. Like'ni bosib qo'yamiz. Nima degan aka? Meni. Nech puldan bo'lyapti? Aka 2,5 dan deyapman. 2 million 500 mingdan narx aytilyapti. Bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz. Savdosi nech puldan bo'lyapti aka? Aql bo'lyapti 1 million 800, 900. 1 million 800, 1 million 900 ming so'm savdosi o'tdi mana. Echkidan ham ko'rsating degan obunachilarimiz uchun. Bular yosh echkimi aka? Ha, yosh echki. Hammasi yosh echki. Darband qishlog'ining echkilari ekan. Bir yarım bering. Pulga baraka bo'ldi aka. Kimniki bu? 4 million. 4 million. 4 million so'mdan 8 million so'mga baraka bo'ldi. Nechta tuxum qo'y aka bu? Birinchi tug'ishi. Ha, tusoq qo'y, birinchi tug'ishi ekan. Barakasini bersin aka, sotganga ham, olganga ham. Shuni bekorga qaytarmas, onasini ajratmagan qaytib keldi. Davlatdan.